11-hadisimiz ilonni ko'rib qo'rqqandan o'ldirmaslik haqida. İnsoniyatga zarar, zahmat yetkazadigan zararli kundalardan xalos bo'lishlik, bularni tinchitib yo'q qilishlik o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsalardan. Endi ana shu zarar kundalardan bittasi ilon bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-hayyatu ma salamnahum mundu harabnahum. Faman ra'a minhunna shay'an falyaqtulhu. Fa innahu la yabdu lakum muslimuhum. Wa man taraka minhunna falaysa minni." İlonlar dediler Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Abu Davuddan keltirilgan hadis. Ular bilan urushgandan beri ularni salomat qoldirmadik. Shuning uchun kimki ularni ko'rib qolsa o'ldirsin. Zotan ularning musulmonlari sizlarga ko'rinmaydi. Kimki qo'rqib ulardan biron narsani tark qilsa bizdan emas. Jinlar ilon shakliga kirib ko'zimizga ko'rinishi mumkin. Jin bo'lishi mumkin. Lekin jinlarning musulmon odamni ko'ziga ko'rinmaydi. Ular o tog'larda, o uzoq joylarda yashaydi. Payg'ambarimizga ahd bergan ular musulmonlar uyida bo'lmaslikka. Tushunarlimi? Musulmonlarda sizlarning ko'zingizga ko'rinmaydi deb payg'ambarimiz marhamat qilyaptilar. Yana bir rivoyatda ilonni o'ldirib qo'ysam oqibati chatoq bo'ladi deb, oqibatdan qo'rqib o'ldirmagan odam mendan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aytdik, gohida jinlar ilon suratiga kirib yuradi. Ularni musulmonlarda sizlarning uyingizga kirmaydi, sizlarga ko'rinmaydi jumlasida shunda bir ishora bor. Payg'ambarimiz aytganlar, Imom Tabaroniydan, Mujamul Kabirdan, "Uqtulul hayyat kullah. Faman tarakaha khashyata tha'raha falaysa minna." Ilonlarni hammasini o'ldiringlar. Kimki ularning intiqomidan qo'rqib ularni tark qilsa bizdan emas. Muhaddislar tomonidan mazkur mavzudagi hadis quyidagi iboralar bilan zikr qilib keltirishgan. Mana bir qancha ko'rinishlarni o'qiymiz. Man tarakal hayyata khashyata thar falaysa minna. Qasos oladi mendan, o'ch oladi deb turib, ilonni o'ldirmagan mendan emas. Man ra'a hayyatan falam yaqtulha makhafata talabiha falaysa minna. Kim bir ilonni ko'rib, uni izlashidan qo'rqib o'ldirmasa bizdan emas. Kimki bitta ilonni o'ldirsa, unga 7 ta savob bo'ladi. Kimki bitta qurtni o'ldirsa, unga bitta savob. İnsonga zarar yetkazadigan qurt endi bu. Kimki ilonni talab qilishdan qo'rqib tark qilsa, u bizdan emas. Ehtimol ilmsizlik uchun ilonni ko'rdi, rahmi kelib qo'yvordi. Qani ilmsizlikni musibatligini. To'g'ri ish qildim, rahm shafqat ko'rsatdim deb savob qildim deyapti, o'zi aslida nima qilyapti? Gunohkor bo'lyapti. Ilm o'rganishimiz kerak. Mana endi ana shu ilonda ayrim turlari haqida payg'ambarimizdan hadis bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmad va Tabaroniydan keltirilgan bu hadis. Uqtulul hayyat. Faman wajada za tufyatayn wal abtara falam yaqtulhuma falaysa minna. Fa innahuma alladhani yaqtifani al-basara va yusqitani ma fi butuni nisa. Nima uchun o'ldirayotganligi ham, nima uchun o'ldirish kerakligini ham payg'ambarimiz aytayaptilar. İlonlarni o'ldiringlar. Kimki ikki chiziqli va dumi kalta ilonni topganda uni o'ldirmasa bizdan emas. Chunki bu ikkovi ko'zni qamashtirib ko'r qiladi va xotinlarning qornidagi narsasini, bolasini tushirib yuboradi. Ikkita ilon aytildi. Dumi kalta, dumsizga o'xshaydi va ko'ragida belida ikkita chizig'i bor, bu ko'zni nurini ketkazadi, ko'zni ko'r qilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi nima deyildi? Homilani tushishiga sabab bo'ladi. Bilamidi shu narsani? Rasululloh xabar bermasalar. Xabar bermasa, qo'y, jonivorga rahm shafqat qilib o'tkazib yuborishlik mumkin bo'ladi. Bu akalar, bu shariat. Shariat aytayapti, bu odamga zarar qiladigan zarar ko'randa falon ishlari bor. Shuning uchun qatl qilinglar. Kim o'ldirmasa bizdan emas deyapti. Biz musulmonlarga aytayapmiz bu gapni.
Abu Umar aytadi, zu tufiyatay, uni belida ikkita oq chizig'i bo'ladi. Endi al-abtari xuddi dumi yo'qdek bo'ladi, dumsizga o'xshaydi. An-Nasr ibn Shumayl aytadiki, bu ilon dumsizga o'xshaydi. Agar unga homilador ayol ko'zi tushib qoladigan bo'lsa, homilasi tushib ketib qoladi. Nahana Rasululloh sallallohu alayhi va sallama an qatlil jinan allati takunu fi buyut g'ayridi tufiyatayni val batra. Mana endi qanaqa ilonni o'ldirib bo'lmasligi ham aytilanyapti. Bu hadisda o'qiganimizda aytdik-ku, hammasi o'ldiriladimi yoki hammasi qo'yib yuboriladimi? Fa innahuma tutmisanil absar va taqtulani avlad al-habala fi butunihim. Faman lam yaqtulhuma falaysa minna. Rasululloh deyaptilar. Oysha onamiz roziyallohu anhadan bu hadis Imom Ahmaddan keltiriladi. Rasululloh bizni uylarda bo'ladigan ikki chiziqli va dumi kaltalaridan o'zga jinlarni, o'zga ilonlarni o'ldirishdan qaytargandilar. Ya'ni boya gatirga ikkita sifati bo'lmasa, o'ldirmay qo'yinglar deyapti payg'ambarimiz. Lekin shunaqa bo'lsa, albatta o'ldiringlar. Chunki bu ikkovlari ko'zlarni qamashtiradi, homiladorlar qornidagi bolalarni o'ldiradi. Demak, kimki bu ikkovini o'ldirmasa, bizdan emas.